Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar, hurmatli telekommunikatsiya va axborot texnologiyalari ixlosmandlari, sizlar bilan bugun biz signallar va tasvirlarga ishlov berishning zamonaviy dasturiy vositalari mavzusi bo'yicha gaplashamiz. Ushbu mavzu bo'yicha bir nechta ma'lumotlar berib o'taman. Ushbu mavzumizga doir asosiy ma'lumotlar bu shundan iboratki, zamonaviy raqamli signallar va zamonaviy raqamli prosessorlar haqida bo'ladi va diagnostika va signal prosessorlari uchun signal prosessorlari tahlili, shular haqida ushbu mavzumiz bo'yicha gaplashib o'tamiz. Raqamli signal prosessorlari bu maxsus prosessorlar bo'lib, signalni real vaqt rejimida tez va samarali qayta ishlashi uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Oddiy prosessorlardan farqli ravishda raqamli signal prosessorlari asosan audio, video va aloqa signallari bilan ishlashga moslashtirilgan bo'ladi. Ushbu slaydda keltirilgan slaydning chap qismida raqamli signal prosessorlarining arxitektura xususiyatlari keltirilgan bo'lib, zamonaviy raqamli signal prosessorlari chiplar asosida maxsus arxitekturaga ega bo'lib, ular parallel hisoblash imkonini beradi va bu esa bir vaqtning o'zida bir nechta amalni bajarish orqali signalni real vaqt ichida qayta ishlashni imkonini yaratadi. Misol tariqasida har bir arxitekturasi qo'llanilishi natijasida ma'lumotlar xotirasi va dastur xotirasi alohida bo'ladi. Bu esa ishlash tezligini oshiradi. Bundan boshqa Shayman arxitekturasi ham mavjud. Bu aynan ishlab chiqarish korxonasiga yoki ishlab chiqarish davlatiga bog'liq ravishda tanlanishi mumkin. Shuningdek, raqamli signal prosessorlari parallel bajarish bloklari mavjud. Ya'ni bu ko'paytirish, qo'shish amallarini bajaruvchi maxsus bloklari mavjud bo'ladi. Undan tashqari konveyerli hisoblash tizimi va maxsus apparat tezlatgichlari va mavjud. Bu esa murakkab algoritmlarni tez bajarishga xizmat qiladi. Bularning barchasi, ya'ni ushbu xususiyatlar energiyani kam iste'mol qilish bilan birga ishlaydi. Qo'llanish sohalari asosan raqamli signal prosessorlarining qo'llanish sohalari bu video kodeklarida, audio video kodeklarida, masalan tovushni siqish va qayta tiklash ishlarida qo'llaniladi. Ushbu sohalarda qo'llaniladi. Masalan, tibbiy asboblarda qo'llaniladi, audio aloqa tizimlarida, tovushni yoki radiolokatsiya sonar tizimlarini, tibbiy tasvir diagnostikasini, mobil aloqa bazaviy stansiyalari uchun aynan signal prosessorlari qo'llaniladi. Signal tahlil qilish uchun ya'ni bizda bir qancha MATLAB, ya'ni signallarni, raqamli signal prosessorlarini ustida tahlil qilishimiz uchun, unda virtual ravishda tahlil qilishimiz uchun bizga dasturiy vositalar, dasturiy komponentlar kerak bo'ladi. Eng birinchi komponentlardan bittasi bu MATLAB. Ya'ni signalni tahlili uchun zarur bo'lgan dasturiy kompleks hisoblanadi. MATLAB bu signalni qayta tahlil qilish va qayta ishlash uchun eng keng tarqalgan va qulay platformalardan biri hisoblanadi. MATLAB tarkibida, ya'ni ushbu platforma tarkibida signal process toolbox, ya'ni yordamida turli xil amallarni bajarish mumkin. Ya'ni bunda signallarni filtrlash, spektral tahlil qilish mumkin va vaqt chastota sohalari tahlil qilish imkonini beradigan bloki mavjud. Endi ushbu nimada ko'rsatilganki, MATLABda mavjud shunday yana bir funksiyalar bor. Ya'ni bu real signallarni tahlil qilish, ya'ni real vaqt rejimida tahlil qilish mumkin. Ya'ni bu ushbu signal
kodlar ketma-ketligi bo'yicha biz ishlatayotgan signalimizni tarkibiy tuzilishini simulyak ravishda, ya'ni simulyatsiya qilish tariqasida uni keyingi umumiy tahlilini ko'z bilan ko'rish muhiti, ya'ni funksiyasi bor. Bundan tashqari kod generatsiya funksiyasi yordamida MATLAB algoritmlarini avtomatik ravishda C++ yoki HTML kodlarga aylantirish imkoni mavjud. Bu esa algoritmlar real qurilmalarda tez va ishonchli joriy etishga yordam beradi. MATLAB xulosa qilib aytadigan bo'lsak, MATLAB platformasi bu signal tahlili, modellashtirish va real tizimlarni joriy etish uchun mo'ljallangan kuchli universal dasturiy platforma hisoblanadi. Toolbox imkoniyatlarini aytib o'tdik. Endi buni Toolbox imkoniyatlariga sal to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu signalni yaratishdan boshlab uni tahlil qilish va natijani vizual ko'rinishda ko'rsatishga mo'ljallangan bosqichlarni qamrab oladigan funksiya hisoblanadi. Ya'ni bu har bitta blok hisoblanadi. Bu har bir ushbu blokning har bitta qisqacha nimalari bor, ya'ni qismlardan iborat, ya'ni bosqichlari bor. Bu qanday bo'ladi? Ya'ni signal tahlil qilish qanday jarayonlardan o'tadi? Dastlab signal yaratish va yuklab olish, ya'ni bunda sinus, kosinus, impuls yoki tasodifiy signallar generatsiya qilish imkoniyati mavjud. Ya'ni ushbu bo'limida shuningdek audio yoki boshqa signal fayllarni turli formatlarda import qilish hamda real vaqt rejimida ma'lumotlarni qabul qilish mumkin. Ushbu ya'ni birinchi blokida, ya'ni asosiy qilib aytganda signal yaratilish bloki. Endi keyingi signalni yaratish bloki desak bo'ladi. Undan keyingisi ikkinchi blokimiz oldindan qayta ishlash, ya'ni yaratilgan signalni ustida ishlash blok hisoblanadi. Bu yerda signalni asosiy tahliliga tayyorlash ishlari bajariladi. Masalan, shovqin filtrlar, signalni normallashtirish, kerakli segmentlarni ajratish orqali bu ishlar bajarilishi mumkin. Ushbu bosqichda signal sifati yaxshilanadi. Keyingi tahlil aniqroq qilish uchun muhim hisoblanadi ushbu bosqich. Undan keyingi bosqichimiz xususiyatlarini ajratib olish, ya'ni kerakli xususiyatlar, kerakli signalning kerakli joyini ajratib olish bloki hisoblanadi. Ushbu blokda masalan vaqt va chastota sohasidagi parametrlar, statistik ko'rsatkichlar hamda spektral tahlil natijalari olinadi. Aynan shu xususiyatlar keyinchalik klassifikatsiya yoki sun'iy intellekt algoritmlarida ishlatiladi. Vizualizatsiya va tahlil bloki bor. Ushbu bosqichda signal va uning xususiyatlari grafik ko'rinishda tasvirlanadi. Ya'ni shunisi bilan ajoyibki, MATLABda bu vizualizatsiya qismi go'yoki signalimizni real holatda bizga tasavvur qilishga yordam beradigan blok mana shu qismi hisoblanadi. Ya'ni bizda interaktiv MATLABda interaktiv grafiklar, spektrogrammalar va vaqt chastota diagrammalar chizish imkonini beradigan blok hisoblanadi. Bu esa signallarni bir-biri bilan solishtirish, tahlil qilish uchun bizga yetarlicha yengillikni yaratib beradi. Aynan Toolbox xizmati, Toolbox qismi signalni yaratish, qayta ishlash, tahlil qilish va vizual ko'rish uchun to'liq va qulay vositalar to'plamini taqdim etadigan blok hisoblanadi. Undan keyingi dasturlashimiz, ya'ni platformamiz, ya'ni signal prosessorlarida umuman signalni tahlil qilish uchun yana bitta platformamiz bor. Bu Python platformasi bo'lib, ko'pincha hozir rivojlangan, ya'ni jozibador platformalar ichida, ya'ni Python dasturlashini, ya'ni vizualizatsiyani ko'rishimiz uchun Google Colab dasturlari, ya'ni Google Colab laboratoriya platformalari ham mavjud. Ushbu platformalarda ushbu dasturlar bo'yicha ishimizni, dasturiy axborotimizni vizual holatda ko'rishimiz bo'lgan imkoniyatlar yaratilgan. Python dasturlash tili raqamli signalni qayta ishlash uchun, ya'ni
raqamli signal prosessorlar sohasida yaxshi ko'rsatishga ega. Python ochiq manbali bo'lgani uchun signal va tasvirlarni qayta ishlashda tobora ommalashib boryapti. Hozirgi davrda menimcha ko'pchilik dasturiy platformalar bilan ishlovchi xodimlar, dasturchilar bu gapimga qo'shilsa kerak. Uning bir qancha afzalliklari bor. Ya'ni bepul kengaytirilgan va ko'plab tayyor kutubxonalarga ega ekanligi mavjud. Buni hamma katta ko'p dasturchilar bilsa kerak. Endi bu Pythonda raqamli signal prosessorlar uchun ishlatilgan asosiy kutubxonalar berilgan ushbu slaydda. NumPy eng ko'p ishlatiladigan bu nima qiladi? Bu ko'p o'lchovli massivlar va vektor amallarni bajarish uchun ishlatiladi. Raqamli signal prosessorlari hisoblashdan asosiy aynan NumPyga tayangan bo'ladi. Undan keyingi kutubxonamiz bu filtrlar, konvolyutsiya va interpolyatsiya kabi muhim signallarni qayta ishlash funksiyalarini taqdim etadigan kutubxona hisoblanadi. Undan keyingi Matplotlib kutubxonasi, ya'ni grafik vizualizatsiya vositalari uchun ishlatiladigan kutubxona. Bu signal va natijalarni grafik ko'rinishda tasvirlash uchun ishlatiladigan, masalan, signal vaqt bo'yicha grafikini yoki chastota spektrini chizish mumkin bo'lgan kutubxona hisoblanadi. Undan keyingisi Librosa grafiki, Librosa kutubxonasi. Bunda signal va audio signallarni tahlil qilish uchun mo'ljallangan kutubxona. U nutq va musiqa signallarini o'rganish, xususiyatlarini ajratib olish uchun qo'llaniladi. Undan keyingi kutubxonasi Pythonning kutubxonasi bu OpenCV, ya'ni tasvir va video signallarni qayta ishlash uchun ishlatiladigan kutubxona hisoblanadi. U yordamida video kadrlar tahlili va harakatni aniqlash mumkin bo'ladi. Umuman olganda Python ochiq manbali va kuchli kutubxonalar yordamida raqamli signal prosessorlari audio, tasvir va video signalni qayta ishlash uchun qulay va moslashuvchan platforma hisoblanadi. Undan keyingi platformamiz bu LabVIEW grafik dasturlash muhiti. Ushbu muhit National Instrument kompaniyasining tomonidan, ushbu kompaniya tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, bu grafik dasturlash paradigmasiga asoslanadi. Ya'ni bu muhitda dastur matn ko'rinishida emas, balki grafik bloklar yordamida yaratiladi. Shuni anglatadiki, dastur virtual asboblar sifatida ishlaydi, kirish ma'lumotlari olinadi va qayta ishlanadi va natija grafik ko'rinishda chiqariladi. Shu sababli LabVIEW ayniqsa o'lchash va sinov tizimlari uchun juda qulay hisoblanadi. Real vaqt rejimida ishlaydi, ya'ni masalan sensorlardan kelayotgan ma'lumotni yig'ish, ularni darhol va qayta ishlashni ekranda vizual tarzda ko'rsatishi mumkin. Bu xususiyatlar sanoat avtomatikasida va laboratoriya tajribalarida keng qo'llaniladi. Grafik dasturlash muhiti murakkab tizimlarni tez va oson prototiplash imkonini beradi. Foydalanuvchi interfeysi, grafiklar va indikatorlar tayyor bloklar yordamida tez yaratiladi. Shu sababli LabVIEWda tizimni noldan qurish va natijani ko'rish uchun juda tez amalga oshiriladi. Ya'ni LabVIEW bu real vaqt signal, umuman olganda real vaqtli signalni qayta ishlash, ma'lumotlarni yig'ish va vizualizatsiya qilish uchun mo'ljallangan kuchli grafik dasturlash muhiti hisoblanadi LabVIEW. Ushbu slaydda ko'rsatilgan LabVIEW signal processing modullari mavjud, ya'ni bir qancha moduldan iborat. Xuddi MATLAB platformasiga o'xshash ham xuddi shunday modullar mavjud. Bir qancha slaydda 4 ta modul keltirilgan. Har bitta modulni tahlil qiladigan bo'lsak, ushbu joyda ushbu modullar nima uchun? Ya'ni turli signallar bilan ishlashni soddalashtirib va murakkab tahlillarni bajarish uchun mo'ljallangan. Endi birinchi modulimiz Sound and Vibration Toolkit moduli.
bu signallar va tebranishlarni tahlil qilish uchun ishlatiladi. Ushbu modul yordamida oktava tahlili, tezkor Fourier o'zgartirish, ya'ni fast Fourier transforming filtrlar bilan ishlash mumkin bo'ladi ushbu modulda. Undan keyingi modulimiz Advanced Signal Processing Toolkit modulida bu murakkab signallarni tahlillash uchun mo'ljallangan modul. Bu yerda wavelet tahlili, vaqt chastota tahlili, spektral baholash va adaptiv filtrlash algoritmlari mavjud. Ushbu modul ilmiy tadqiqotlar va yuqori aniqlik talab qiladigan tizimlar uchun ishlatiladi. Undan keyingi modulimiz Digital Filter Decision Toolkit moduli. Bu raqamli filtrlar bilan interaktiv tarzda loyihalash uchun ishlatiladi. Ya'ni raqamli filtrlarni loyihalashda ishlatiladigan modul hisoblanadi. Ya'ni filtrlarning chastota javobini ko'rish, koeffitsiyentlarni tahlil qilish va ularni boshqa tizimlarga eksport qilish uchun imkoni mavjud bo'lgan modul hisoblanadi. Undan keyingi modulation toolkit moduli bor. Bu modulimiz analog va raqamli modulyatsiya usullarini qo'llab-quvvatlaydigan, ya'ni tizimlarda mavjud bo'lgan amplituda modulyatsiyasi, faza modulyatsiyasi, PSK modulyatsiyasi, KAM modulyatsiyasi va OFDM modulyatsiyalarini sxemalarni modellashtirish uchun zarur bo'lgan modul hisoblanadi. Ushbu modul aloqa tizimlari va simsiz texnologiyalarni o'rganishda keng qo'llaniladi. Umumiy holatda ushbu modullar yordamida tebranish, filtrlar, modulyatsiya va murakkab signal tahlilini grafik va qulay usulda amalga oshirish mumkin. Endi signal prosessorlari uchun dasturlash tillari mavjud. Ya'ni yuqorida aytib o'tgan platformalarimiz bu tahlillar uchun o'rganish uchun ishlatilsa, endi signal prosessorlarini ya'ni prosessor qurilmasini o'zini arxitekturaviy tarafdan dasturiy ta'minot, ya'ni dasturlash tili ishlatiladi. Ya'ni unga axborotlarni kiritishda, ya'ni tahlillar uchun qandaydir buyruqlarni bajarish uchun, algoritmlar ketma-ketligini bajarish uchun ushbu prosessorlar qandaydir til asosida shakllantiriladi. Ushbu dasturlash tilini qanday bo'lishi mumkin? Bir qancha dasturlash tillari mavjud. Ya'ni signal prosessorlari uchun bular assembler tili, C++ tili, C#, gohida C# yoki Python hozirda ommabop bo'layotgan tillardan bittasi. Eng dastlabki, eng birinchi platforma, eng birinchi dasturlash tili bu assembler tili hisoblanadi. Zamonaviy raqamli signal prosessorlari aynan arxitekturalarga qanday zamonaviy arxitekturalar bo'yicha ishlab chiqiladi. Umumiy holatda mana shu arxitekturalar zamonaviy signal prosessorini ishlab chiqaruvchi yetakchi kompaniyalar uchun va ularning raqamli signal prosessor oilasiga mavjud. Mana shu signal Texas Instruments, Analog Devices va Freescale oilalari mavjud. Texas Instruments bu nima? Qaysi kompaniya? Bu eng keng tarqalgan hisoblanadi. Analog Device bu Sharp va Blackfin prosessorlari audio va video signallarni qayta ishlash uchun optimallashtirilgan kompaniya hisoblanadi. Freescale bu kompaniya ko'proq seriyali prosessorlarni simsiz aloqa tizimlari, mobil aloqa tizimlari uchun ishlatiladigan prosessorlar oilasi uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Endi mavjud raqamli signal prosessorlarini diagnostika qilish, ya'ni sinov vositalarini amalga oshirishda bizda aynan
raqamli va analog signallar bilan ishlashga mo'ljallangan asosiy apparat kerak bo'ladi, ya'ni vositasi, ya'ni shunday vosita kerak bo'ladiki, diagnostika qiladigan vosita zarur bo'ladi. Bularda masalan logik analizatorlar yoki ossilloskoplar, undan keyin spektral analizatorlar kerak bo'ladi. Logik analizatorlar nima? Bu raqamli signalni bir vaqtning o'zida ko'p kanallarda yozib olish va tahlil uchun mo'ljallangan qurilma. Ular protokollarni avtomatik dekodlash, trigger shartlarini aniqlash va katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash imkonini beradi. Ayniqsa mikroprotsessorlar va raqamli signal prosessorlar tizimlarida tekshirishda juda foydali hisoblanadi. Misol Cele Logic Pro Keysight 16900, Tektronix TLA 7000 rusumli turlari mavjud. Ossilloskoplar bu analog va raqamli signallarni real vaqt rejimida ko'rsatish imkonini beradi. Mixed signal ossilloskoplar bir vaqtning o'zida ham analog ham raqamli signalni kuzata oladi. Bu raqamli signal prosessorlar algoritmlarini sozlash va xatoliklarni aniqlash uchun juda qulay hisoblanadi. Quyida bir nechta turlar keltirilgan. Undan keyin spektral analizatorlarimiz bor. Ular signallarni chastota domenini tahlil qilish uchun ishlatiladi. Ular radiochastota ilovalari, modulyatsiya sifati va shovqin darajasini tekshirish uchun juda muhim amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi. Ayniqsa radiochastota va aloqa tizimlarida keng qo'llaniladigan analizator hisoblanadi. Umumiy holatda ushbu tizimlar raqamli signal prosessorlarini ishlab chiqarish va sinovdan o'tkazish ajralmas vositalar hisoblanadi. Bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'ling.